Doktor hem de devamlılık muşunun okşaş ispatlık, naiti ciddi mutaxassislar tarafından tekshirilgan mühim dokumentlar, Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligi haqidagi dokumentlar hamda pat-pat e'lon qilinib turyapti. Bu faqat mana bir muxbirning yozgan bir xabarlam emas. Bu Xitoyning jinoyat daftarini kunsirik kuchaytiradigan yillardan buyon o'ttirib qo'yilayotgan masala. Masalan, shu 1948-yili Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-maddasida bekitilgan, shu yer tilga ilingan har qanday bir davlat yoki bir topluluk, bir jamiyat, bir millatga qarata shu 5 narsaninki biri yoki bir qanchisini sodir qilsa, u jinoyatni ishlagan bo'lib, xalqaro sudda sudlanishi, jazolanishi kerak bo'lgan deb nurg'un. Bu 5ning hammasini Xitoy u 5ning 50 qilib qilyapti hamda. Tilga ilinganning hammani qilyapti hamda Xitoy. Fakat bu aslında mesela şu nim tafsilatına qarsak şu kanundaki qilganlarlam jazolanmaydi ekan da, sotlanib, aytgan mesela sotlanib qolsa, agar bir sotlangan bo'lsa, ya'ni Xitoy rejimi, kommunist Xi Jinping va uning atrofidagilar ham emas, uningga har qanday jihatdan hamkorlashgan, hatto mediada xabar qilib, Xitoy kommunistlarininki shu qilayotgan ishlarini go'zallashtirib xabar qilganlarmi jazolanganlarning ichiga kirdi ekan hamda. Başka devletler mi yardım qilgan bo'lsa onunğa maddi ma'noda irqiy qirg'inchilik degan gap illa faqat Falastinga o'xshash bomba yog'dirishlar emas hamda. Osh millatning tilini cheklash uchun bir millatni tilni yo'q qilib o'tish uchun maxsus majburiy bir maktabga tiqishmi shu qirg'inchilikning ichiga birisi kirganda uzun muddatda asti xarakterli o'qitish hamda. Mushunda dokumentlar e'lon qilinyapti. Buning sizcha tugun shu Xitoyni ig'ir darajada bir sotlaydigan, mushunga hamkorlashganning hammasini jazolaydigan bir kunlarda ishga yaraydigan narsalar bo'ladimi mushlarning hammasi? Muhakkak. Bunda narsalar ve hazır bazı devletlerinin ve istihbarat teşkilatlarının kolunda mahfi tutup ve medyada ilan kılınan bazı hüccetler ve bazı delillerine bağımdı. Eğer de Xitoyni aşında cezalandırdığı mümkün ki varsa bunlar hemmisi teşvik çıkıdı bence. Ama Xitoy muşunda kun bo'lib qolmasin deb oldini olish uchun o'zini texmo kuchli holiga ekilib, xalqaro bilan texmo boshqa xil uslub bilan munosabatlarni yaqin qurib, shu hozirgi biz deyotgan u kunlarni oldini olish uchun tirishyapti. Ama bizde bir söz var. Senin bir hesabın bo'lsa, Allah'ın bir hesabı var deydigan. O gün kilidi şununla bundaq delillerini, ispatlarını hazırdan başlap bunu yığıp qo'yish lazım. Saqlab qo'yish lazım. Bu yalğızla chetellili emas. Misalga vatanning ichidimi, mushu o'zininki, mushu Xitoyninki mushu jazolarga uchirgan begunoh insonlarmi mushu nimalarni özününki muşu ceryanı, tarih ceryanı yazıp kaldırıp qo'yish lazım. Bunu saklap koysa günün biri de buludu. Misal değil, bu Şinşse öz vaxtıdıma muşna bir jallat deyimdi. Ama Şinşse jallat neçə yüz min adam, neçə milyon adam öldürdü deydi ama o mağdığan vaxtı, kaçıdığan vaxtı, gidiğan vaxtı da bunlarını yoktu etken hemdi. Yokatkanlıkin delil kalmaydı. Delil kalmagandı onu cezalandırış mı kıyım oldu. Şununla bunda hazırsız degan bundak deliller naydı muyum. Yani deyli ki bu millet yo'qolib ketgan taqdirdimi, bu milletning yo'qolib ketishinin ki sebebini mi muşu delil ispatlar bilan ko'rsatkil bo'ldi. Yani millet yo'q bo'lsa tarihi qoladi. Yani majetmi muyum. Yani yig'ib kelgan chaqda har chetdan bundak hujjatlik narsalar, isbotlik delillik narsalar muyum. Yani hem Uygur özünün beşide ötkenlerini yazıp kaldırıp qo'yish lazım deb o'ylayman. Xo'sh.